Agar siz yoki yaqinlaringiz Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, o'qiyotgan bo'lsa, vaqtincha yashayotgan bo'lsa yoki yaqin kunlarda safarga chiqmoqchi bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. 12 avgustdan boshlab chet el fuqarolari, jumladan o'zbekistonliklar uchun migratsiya tartiblarida talablar yanada jiddiylashadi. Bu oddiy qog'ozbozlik emas. Birgina xato ro'yxatdan chiqarilish, jarima, patent bekor bo'lishi. Mamlakatdan chiqarib yuborish yoki bir necha yilga kirishga taqiq qo'yilishiga olib kelishi mumkin. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun tushuntiraman. Nima o'zgaryapti? Kimlar xavf ostida? Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Qaysi hujjatlarni hozirdan tekshirish kerak va eng muhimi, amalda nima qilish kerak? Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizdagi kamida bitta odamga albatta kerak bo'ladi. Avval ko'pchilikning yondashuvi shunday edi. Rossiyaga bordim, migratsion karta oldim. Bir tanishimning manziliga vaqtincha ro'yxatga qo'yildim. Patentni keyinroq qilaman. Ish beruvchi o'zi hal qiladi. Amalda ko'p odamlar aynan shunday yurgan. Kimdir 3 oy yurib qaytgan, kimdir ro'yxat muddati tugaganini unutgan, kimdir patent pulini bir oy kechiktirib to'lagan. Kimdir yashayotgan joyi boshqa, ro'yxatda turgan joyi boshqa bo'lgan. Oldingi davrda ham bu xatolar qonunbuzarlik hisoblangan. Lekin nazorat hamma joyda bir xil kuchli emas edi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari chet el fuqarosining holatini elektron tizimlar orqali tezroq tekshiradi. Ya'ni pasport, migratsion karta, ro'yxat, patent, tibbiy ko'rik, daktiloskopiya, ishlash joyi, yashash manzili va hatto jarima qarzlari bir-biriga bog'lanadi. Agar bir joyda muammo chiqsa, u boshqa hujjatlarga ham ta'sir qiladi. Masalan, oldin odam patent to'lovini 5-10 kun kechiktirib, keyin hech narsa bo'lmas deb yurishi mumkin edi. Endi esa bunday kechikish patentning amalda bekor bo'lishiga olib keladi. Bekor bo'lgan patent bilan ishlash noqonuniy mehnat hisoblanadi. Noqonuniy mehnat esa ishchiga ham, ish beruvchiga ham jarima, ayrim hollarda mamlakatdan chiqarish xavfini tug'diradi. Yana bir muhim o'zgarish yashash manzili masalasi. Ko'p yurtdoshlarimiz ro'yxatni bir joyga qo'ydiradi, lekin boshqa joyda yashaydi. Masalan, Moskva viloyatida ro'yxatda turadi, lekin Moskvada kvartirada yashaydi. Yoki do'sti orqali ro'yxatga qo'yilgan, lekin u manzilni umuman bilmaydi. Tekshiruv paytida qayerda yashaysiz deb so'rashsa, ro'yxatdagi manzilni ayta olmaydi. Bu juda katta xato. Chunki rasmiy ro'yxat faqat qog'oz uchun emas, u sizning real yashash joyingizni ko'rsatishi kerak. Asosiy qism 1. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Birinchi navbatda patent bilan ishlayotganlar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Agar siz Rossiyada jismoniy shaxs yoki yuridik shaxsda ishlayotgan bo'lsangiz, patent muddati, to'lovlari va hujjatlaringizni alohida tekshiring. Patent har oy oldindan to'lanadi. Masalan, siz patentni 25 iyul kuni olgan bo'lsangiz va har oy 25 sanagacha to'lashingiz kerak bo'lsa, 17 kuni to'lasangiz ham muammo chiqishi mumkin. Ko'pchilik bir kun kechiksa nima bo'ladi deydi. Migratsiya tizimida esa bir kun ham muhim. Oddiy misol, Toshkentlik Akmal Moskva shahrida qurilishda ishlaydi. Patent uchun oyga 7000 rubl atrofida to'lov qiladi. Bir oyda ish haqi kechikdi, u patent to'lovini 6 kun kechiktirdi. O'zi buni katta muammo deb o'ylamadi. Keyin ish joyida tekshiruv bo'ldi. Tizimda patent amalda to'xtagan deb ko'rindi. Natijada ish beruvchi men buni bilmaganman desa ham, Akmal noqonuniy ishlagan shaxs sifatida qayd etildi. Unga jarima, keyin esa chiqib ketish talabi qo'yilishi mumkin. Eng yomoni, qayta kirishda taqiq masalasi ham ko'tarilishi ehtimoli bor. Ikkinchi xavf guruhi ro'yxati tugagan yoki soxta ro'yxat bilan yurganlar. Soxta ro'yxat deganda faqat qalbaki hujjat emas. Balki amalda siz yashamaydigan manzilga qo'yilgan ro'yxat ham tushunilishi mumkin. Masalan, bitta xonadonga 100 odam ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa, bu manzil shubhali hisoblanadi. Tizim bunday manzillarni ko'radi. Uy egasi tekshiruvda men bu odamni tanimayman desa, muammo to'g'ridan to'g'ri sizga keladi. Uchinchi xavf guruhi migratsion kartasida maqsadi noto'g'ri ko'rsatilganlar. Rossiyaga kirganda migratsion kartada safar maqsadi yoziladi. Ish, o'qish, xususiy tashrif, turizm va hokazo. Agar siz turizm deb kirib, keyin patent olib ishlamoqchi bo'lsangiz, ayrim holatlarda bu muammo tug'diradi. Eng to'g'risi, ishlash niyatida kirayotgan odam safar maqsadini ish deb ko'rsatish kerak. Chunki keyingi hujjatlar shu maqsadga mos bo'lishi kerak. 4-xavf guruhi tibbiy ko'rik.
barmoq izi va fotosurat topshirish majburiyatini e'tiborsiz qoldirganlar. Chet el fuqarolar uchun ma'lum muddat ichida tibbiy tekshiruvdan o'tish, daktiloskopiya va fotosurat topshirish talablari mavjud. Bu jarayonni keyin qilaman deb cho'zish xavfli. Masalan, odam kelgandan keyin ishlashga kirishadi, band bo'lib qoladi, keyin 1-2 oy o'tib ketadi. Hujjat so'ralganda esa tibbiy xulosa yo'q, barmoq izi topshirilmagan bo'ladi. Bu ham qonuniy maqomga ta'sir qiladi. 5-chi xavf guruhi jarimalari borlar. Ko'p odam yo'l harakat jarimasi menga tegishli emas, telefon raqamga kelmadi, ish beruvchi to'laydi deb yuradi. Lekin ma'muriy jarimalar to'lanmasa, keyinchalik migratsiya maqomida muammo paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, bir yil ichida 2 yoki undan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik bo'lsa, kirishga taqiq yoki yashash muddatini uzaytirishda rad javobi xavfi oshadi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pasportingiz amalda bo'lsa, migratsion kartangiz to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, ro'yxatingiz real yashash manzilingizga qo'yilgan bo'lsa, patent yoki o'qish hujjatlaringiz joyida bo'lsa, to'lovlarni vaqtida qilsangiz, tibbiy ko'rik va barmoq izi masalasini bajargan bo'lsangiz, sizda vahima qilishga sabab yo'q. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ko'pincha odam o'zini qonuniy deb o'ylaydi, lekin bitta sana yoki bitta qog'oz sabab muammoga tushadi. Talabalar uchun alohida tushuntiraman. Agar siz Rossiyada o'qiyotgan bo'lsangiz, universitetingiz xalqaro bo'limi sizni migratsion hisobga qo'yishi kerak. Lekin bu hamma narsani universitet biladi degani emas. Siz o'zingiz ham ro'yxat muddati, pasport muddati, o'qish shartnomasi, buyruq va yashash manzilingizni tekshirib boring. Masalan, yotoqxonadan chiqib, kvartiraga ko'changiz, yangi manzil bo'yicha ro'yxatni yangilash kerak bo'ladi. Men talaba edim-ku degan gap tekshiruvda yetarli bo'lmasligi mumkin. Oilasi bilan yashayotganlar ham ehtiyot bo'lsin. Patent bilan ishlaydi. Xotini uyda bola bilan o'tiradi, bola bog'chaga boradi. Bunday holatda har bir oila a'zosining alohida hujjati bo'ladi. Faqat erning patenti borligi xotin va bolaga avtomatik qonuniy maqom bermaydi. Xotin va bola migratsion hisobda turishi, qolish muddati qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Bola maktabga yoki bog'chaga borishi mumkin. Lekin migratsiya qoidalari alohida yuradi. Birinchi nozik masala 90 kunlik qoida. Ko'pchilik 90 kun yurib chiqib kiraman, yana 90 kun yuraman deb o'ylaydi. Lekin amalda bu masala ancha murakkab. Agar sizda ishlash patenti, o'qish asosi, vaqtincha yashash ruxsati yoki boshqa qonuniy asos bo'lmasa, oddiy kirib chiqish bilan doimiy yashab yurish xavfli. Chegarada yoki keyingi tekshiruvda sizning kirish chiqishlaringiz ko'riladi. Agar tizim siz aslida doimiy yashayotganingizni, lekin qonuniy asos yaratmayotganingizni ko'rsa, savollar paydo bo'ladi. Ikkinchi nozik masala patent hududi. Patent odatda ma'lum hududda ishlash huquqini beradi. Masalan, patent Moskva shahri uchun olingan bo'lsa, siz Moskva viloyatida ishlay olmaysiz. Moskva va Moskva viloyati ko'pchilik uchun bitta joydek tuyuladi. Lekin huquqiy jihatdan ular boshqa hududlar. Misol uchun, sizning patentingiz Moskva shahri uchun, lekin obyekt Ximkida joylashgan. Ximki esa Moskva viloyati. Tekshiruvda bu noqonuniy ishlash bo'lib chiqishi mumkin. Uchinchi nozik masala ish turi. Patentda kasb yoki faoliyat turi ko'rsatilgan bo'lsa, amalda boshqa ish bilan shug'ullanish ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, hujjatda yordamchi ishchi deb turib, amalda haydovchi bo'lib ishlash yoki oshxonada ishlash o'rniga qurilishda ishlash savol tug'diradi. Ish beruvchi bilan tuzilgan shartnoma ham real vazifangizga mos bo'lishi kerak. 4-tuzoq vositachilar. Men hammasini qilib beraman. Ro'yxat 2 kunda tayyor, patent kafolat deydigan odamlar ko'p. Ularning hammasi firibgar demayman, lekin xavf juda katta. Siz hujjatga pul berasiz, qog'oz olasiz, lekin tizimda u yo'q bo'lishi mumkin. Yoki ro'yxat qilingan manzil egasi sizni tanmasligi mumkin. Eng yomoni qalbaki hujjat ishlatilsa, bu oddiy jarima bilan tugamasligi ham mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni rasmiy manbadan tekshirish kerak. 5-nozik masala, pasport muddati. Ko'pchilik patent yoki ro'yxat bilan ovora bo'lib, pasport muddatini unutadi. Agar pasportingiz muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, sizga uzoq muddatli hujjat berilmasligi mumkin. Masalan, pasportingiz 4 oyda tugaydi. Siz esa 1 yilga ishni rejalashtiryapsiz. Bunday holatda avval pasport masalasini hal qilish kerak. O'zbekistonning konsullik muassasalari orqali yangi pasport yoki qaytish guvohnomasi masalasini oldindan o'rganing. 6-muhim nuqta,
ish beruvchining javobgarligi sizni qutqarmaydi. Ko'pchilik meni firma olib keldi. Firma javob beradi deydi. Ha, ish beruvchining ham javobgarligi bor, lekin sizning shaxsiy javobgarligingiz alohida. Agar hujjatingiz noto'g'ri bo'lsa, tekshiruvda buni buxgalter biladi deyish yetarli emas. Siz o'z pasportingiz, migratsion kartangiz, ro'yxatingiz, patentingiz va to'lov cheklaringizni bilishingiz shart. 7-nozik masala yashash joyini almashtirish. Siz birinchi kelganingizda bir manzilga ro'yxatga qo'yildingiz. Keyin ish joyingiz o'zgardi, kvartiraga ko'chdingiz. Shu paytda ro'yxatni yangilamasangiz, eski manzil sizni qutqarmaydi. Ayniqsa mehmonxona, yotoqxona, hostel yoki ish beruvchi bergan turar joydan chiqib ketganda. Yangi joy bo'yicha migratsion hisob masalasini darhol hal qilish kerak. 8-masala bolalar hujjati. Bola kichkina bo'lsa ham, u alohida shaxs. Uning pasporti yoki tug'ilganlik guvohnomasi, kirish hujjatlari ro'yxati bo'lishi kerak. Maktabga joylashish uchun ayrim hujjatlar talab qilinadi. Tibbiy polis masalasi chiqadi. Agar ota-onaning maqomi tartibda bo'lmasa, bolaning maktab yoki tibbiy xizmat masalasida ham qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq reja beraman. Qog'oz olib yozib oling yoki videoni saqlab qo'ying. Birinchi qadam. Pasportingizni tekshiring. Pasport muddati qachon tugaydi? Kamida 6 oy, yaxshisi 1 yil zaxira bo'lishi kerak. Agar pasport muddati yaqinlashgan bo'lsa, O'zbekiston konsulligiga murojaat qilish tartibini o'rganing. Konsullik sayti telefonlari onlayn navbat tizimi bo'lsa, oldindan yoziling. Pasport muammosini oxirgi kunga qoldirmang. Ikkinchi qadam, migratsion kartangizni tekshiring. Unda ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sana, pasport raqami va kirish maqsadi to'g'ri yozilganmi? Agar ishlash uchun kelgan bo'lsangiz, maqsad ham shunga mos bo'lishi kerak. Migratsion kartani yo'qotib qo'ymang. Uni telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin asl nusxani ham saqlang. Uchinchi qadam, ro'yxatni tekshiring. Siz qaysi manzilga migratsion hisobga qo'yilgansiz? O'sha manzilda haqiqatan yashaysizmi? Uy egasi sizni taniydimi? Ro'yxat muddati qachon tugaydi? Agar ro'yxat muddati 5-10 kun ichida tugasa, darhol yangilashni boshlang. Chunki ba'zan hujjat tayyorlash, uy egasini topish, pochta yoki migratsiya markaziga borish vaqt oladi. 4-qadam, patent bo'lsa, hamma cheklarni yig'ing. Patentning asl nusxasi, to'lov cheklari, tibbiy xulosa, test hujjatlari, tarjima va notarial tasdiqlarni bitta papkada saqlang. To'lovni oxirgi kunga qoldirmang. Men tavsiya qilaman. Patent to'lovini muddatdan kamida 3-5 kun oldin qiling. Bankda texnik muammo bo'lishi mumkin. Pul kech tushishi mumkin. Chekda xato bo'lishi mumkin. 5-qadam, ish shartnomasini talab qiling. Og'zaki kelishuv bilan ishlamang. Ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi yoki fuqarolik huquqiy shartnoma bo'lishi kerak. Unda sizning pasport ma'lumotlaringiz, ish joyingiz, vazifangiz, ish haqqi va muddatlar ko'rsatilgan bo'lsin. Shartnomaning nusxasini o'zingizda saqlang. Ofisda turadi degani yetarli emas. 6-qadam, jarimalarni tekshiring. Agar sizda avtomobil bo'lsa, yo'l harakati jarimalarini tekshiring. Agar oldin ma'muriy bayonnoma bo'lgan bo'lsa, to'langan to'lanmaganini aniqlang. Jarimani to'lagan bo'lsangiz, chekni saqlang. Ba'zan tizimda to'lov kech ko'rinadi. Shunda chek sizga yordam beradi. 7-qadam, tibbiy ko'rik. Daktiloskopiya va fotosurat masalasini aniqlang. Sizning olatingizda bu majburiy bo'lsa, rasmiy tibbiy muassasa yoki migratsiya markaziga boring. Vositachi orqali sertifikat qilib beraman degan gaplarga ishonmang. Tibbiy hujjat soxta bo'lsa, siz eng katta xavfga tushasiz. 8-qadam. Hujjatlarning elektron va qog'oz nusxasini qiling. Pasport, migratsion karta, ro'yxat, patent, chek, shartnoma, tibbiy hujjat. Sug'urta polisi, bularning hammasini telefoningizda alohida papkada saqlang. Telegramdagi saqlangan xabarlarga yuborib qo'ying yoki ishonchli elektron pochtangizga jo'nating. Telefon yo'qolsa ham hujjat nusxalari qoladi. 9-qadam. Agar hujjatingizda muammo bo'lsa, yashirinib yurmang. Eng katta xato tekshiruv bo'lmasa bo'ldi deb yurish. Muammo qanchalik erta aniqlansa, uni hal qilish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Ro'yxat tugaganmi? Patent to'lovi kechikkanmi? Pasport muddati tugayaptimi? Darhol rasmiy migratsiya markazi, yurist yoki konsullikdan maslahat oling. 10-qadam, yaqinlaringizga ham tushuntiring. Ota-onangiz, aka-ukangiz, eringiz, xotiningiz, farzandingiz Rossiyada bo'lsa, ulardan hujjatlaring joyidami deb umumiy so'ramang.
Aniq so'rang. Ro'yxating qachon tugaydi? Patentni qachon to'lading? Migratsion kartangda maqsad nima deb yozilgan? Qaysi manzilda turibsan? Shartnomang bormi? Ana shunda real holat bilinadi. Agar siz hali O'zbekistondan chiqmagan bo'lsangiz, tayyorgarlikni uydan boshlang. Pasportingizni tekshiring, boradigan manzilingizni aniqlang. Ish beruvchining hujjatlarini so'rang. Sizni kim ro'yxatga qo'yishini oldindan biling. Aeroportga borib, u yoqqa borganda ko'ramiz demang. Chunki chet elda har bir xato pul, vaqt va asabga tushadi. Agar siz Rossiyada noqonuniy holatda qolib ketgan bo'lsangiz, masalani individual ko'rib chiqish kerak. Kimdir jarima to'lab chiqib ketishi kerak bo'ladi. Kimdir hujjatni tiklashi mumkin. Kimdir sud orqali masalani hal qiladi. Bunday vaziyatda tasodifiy odamlarning maslahatiga emas, rasmiy manba va malakali mutaxassisga tayaning. Chunki noto'g'ri bir qadam 3 yil, 5 yil yoki undan ko'proq muddatga kirish taqiqiga olib kelishi mumkin. Yana bir maslahat. Til masalasini ham e'tiborsiz qoldirmang. Hujjatni imzolashdan oldin tushuning. Agar rus tilini yaxshi bilmasangiz, ishonchli odamdan tarjima qildiring. Nima yozilganini bilmasdan imzo qo'ymang. Ayrimlar bu oddiy qog'oz deb imzo qo'yadi. Keyin qarasa uy sharoiti, maosh yoki majburiyatlar bo'yicha o'ziga zararli hujjat bo'lib chiqadi. 12 avgustdan keyingi tartiblarning asosiy ma'nosi shuki, chet el fuqarosining har bir hujjati bir-biriga mos bo'lishi kerak. Pasport amalda, migratsion karta to'g'ri, ro'yxat real manzilda, patent vaqtida to'langan, ish shartnomasi mavjud, tibbiy ko'rik va barmoq izi talablari bajarilgan bo'lishi zarur. Endi tanish orqali qilib qo'ydim, keyin to'layman. Manzil muhim emas, ish beruvchi biladi degan yondashuv juda xavfli. Men sizdan bir narsani so'rayman. Bu videoni ko'rib bo'lgach, bugun hujjatlaringizni tekshiring. Agar Rossiyada bo'lmasangiz ham, u yerdagi yaqinlaringizga yuboring. Bitta vaqtida berilgan ogohlantirish odamni katta jarima, deportatsiya va yillab kirish taqiqidan saqlab qolishi mumkin. Sizningcha bu yangi tartiblar O'zbekistonlik migrantlar uchun adolatlimi yoki haddan tashqari qattiqmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Men esa keyingi videolarda hujjatlarni qanday tekshirish, patentni qanday to'g'ri rasmiylashtirish va migratsiya xatolaridan qanday qutulishda bo'yicha yana batafsil tushuntiraman.